Soatsiz insonlar qanday yashashgan? Bir tasavvur qilib ko'ring-a. Soatlar paydo bo'lishidan oldin insonlar vaqtlarni tabiat orqali his qilardilar. Ya'ni insonlar uchun 3 ta asosiy vaqt bor edi. Birinchi vaqt bu kunning chiqishi. Ya'ni kunning boshlanish vaqtini anglatar edi. Shunda insonlarning biri ovga otlanar, yana biri baliq tutishga. Boshqalar esa dalaga shoshilar edi. Ikkinchi vaqt kunning zenitga chiqishi. Bu vaqt kunning eng faol va harakatli payti bo'lib hisoblanardi. Uchinchi vaqt quyoshning botishi. Kechkirish insonlar uchun bo'ldi. Ishingni to'xtatinglar. Barcha o'z uyiga shoshsin degan signalni anglatar edi. Shunda kimdir o'z chodiriga, yana kimdir o'z qishlog'iga shoshardi. Kunning botishi shu bilan birgalikda insonlar uchun dam olish vaqtining yaqinlashganini anglatar edi. Shu tarzda tabiat vaqtlariga insonlar o'zlari o'ylab chiqqan vaqtlar qo'shila boshladi. Davlat e'lonlar vaqti, ibodat vaqtlari va yana shunga o'xshagan vaqtlar. Anglab yetganingizdek, taqvimlar mavzusidan soatlar mavzusiga o'tdik. Yanada qiziqarli faktlar uchun Azimutga obuna bo'ling. Omon bo'ling.